Ukraina NATOga a'zo bo'lishdan voz kechishga tayyor Zelenskiy. Isroil razvedkasi Avstraliyani teraktlar sodir bo'lishi haqida ogohlantirgan. Dubay nimani ko'zlamoqda? Samolyotli osmono'par bino ortidagi siyosiy signal. Ozarbayjonda yurak xurujiga uchragan bemor 45 daqiqadan so'ng hayotga qaytarildi. Rossiyada Ozarbayjon diasporasi ustidan yangi repressiyalar. Tramp Ukrainaning Rossiya soya flotiga zarba berishini ma'qulladi. Ukraina NATOga a'zo bo'lishdan voz kechishga tayyor Zelenskiy. Ukraina prezidenti Zelenskiy G'arb tomonidan aniq xavfsizlik kafolatlari berilishi evaziga Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish istagidan voz kechishga tayyorligini aytdi. Bu haqda The Guardian xabar berdi. Siyosatchi 14-dekabr kuni Germaniyada urushni tugatish bo'yicha AQSh elchilari bilan qariyb 5 soatlik muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda AQSh prezidenti Trampning maxsus vakili Uitkov va kuyovi Kushner ishtirok etdi. Ular muzokaralar yakunida katta siljishlarga erishilganini aytdi. Kelishuv tafsilotlari ochiqlanmadi. Muzokaralardan oldin Zelenskiy xavfsizlik kafolatlari evaziga NATO masalasida murosa qilish mumkinligini bildirgan. Bu pozitsiya Ukraina siyosati uchun jiddiy burilish hisoblanadi. Chunki mamlakat Rossiya hujumlaridan himoyalanish maqsadida uzoq yillardan beri NATOga qo'shilishga intilib kelgan. Bu maqsad hatto Ukraina konstitutsiyasida ham mustahkamlangan. Ushbu yondashuv Rossiyaning urush davomida ilgari surib kelayotgan asosiy talablaridan biriga mos keladi. Biroq Ukraina hozirgacha hududiy yon berishdan qat'iyan bosh tortib kelmoqda. Zelenskiy NATO masalasida yon berishni esa murosa deb atagan. Boshidanoq Ukrainaning istagi NATOga qo'shilish edi. Bu real xavfsizlik kafolatlari demakdir. AQSh va Yevropadagi ayrim hamkorlar buni qo'llab-quvvatlamadi, dedi u. Isroil razvedkasi Avstraliyani teraktlar sodir bo'lishi haqida ogohlantirgan. Isroilning Mossad razvedka xizmati avstraliyalik hamkasblarini Avstraliyada yahudiylarga hujum bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirgan deb xabar beradi Kan telekanali o'z manbalariga tanib. Telekanalning ma'lumot berishicha, Avstraliya teraktlari ehtimoli haqida bir necha bor xabar olgan. Avvalroq Avstraliyaning yangi Janubiy Uels shtati politsiyasi rahbari Mel Lannon Isroildan bunday ma'lumot olinmaganini ta'kidlagandi. Agarda politsiya bunday xavf haqidagi razvedka ma'lumotlariga ega bo'lganda, keng ko'lamli choralarni ko'rgan bo'lardik, degan u. Yakshanba kuni Sidney shahri yaqinidagi Bondi Beach plyajida 2 erkak otishma sodir etdi. Natijada 12 kishi halok bo'ldi, 29 kishi yaralandi. Hujum qilganlardan biri otishmada halok bo'lgan, ikkinchisi qo'lga olingan. Hujum plyajda yahudiylar Hanuku bayramini nishonlayotgan vaqtda amalga oshirilgan. Dubay nimani ko'zlamoqda? Samolyotli osmono'par bino ortidagi siyosiy signal. Dubayda futuristik me'morchilikka oid navbatdagi ulkan loyiha Emirates Air Hotel nomli samolyot shaklidagi osmono'par bino qurilishi rejalashtirilmoqda. 580 metr